أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqışlar alemlerin Rabbi, bizning yaratquchimiz Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibatlar, bütün muvaffaqiyatlar o'sharlarga bo'lsin. Salat, salam, aman esenliklar, qo'llash va desteklar Allohning payg'ambari va bizning rahbarimiz Muhammad alayhisalomga, uning oilasiga, ahli baytiga, sahobalariga, ta qiyomatgacha uning yo'lidan mangan yo'ldoshlariga bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum qadrli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbat Ahzab surasi 73. 72 ve 73. ayetlerden bo'ladi. Rabbimiz bu ayette shunday deydi: Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal amanata alas semawati vel ard vel cibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Hakikat şudur ki, yani bu dünya hakikat şudur ki, biz amanetni asmallağa ve zamanğa ve tağlağa tanıdık. Şunun bilen hemmisi bu amanetni üstüge erişini red kıldı, unutmadı. Ve eşfaqna minha, bu amanetni üstüge erişten korktu. Bu amanetnin eğirliğinden, heybetinin yüksekliğinden korktu. Ve hamalahal insan, bunu faqatlam insan üstüge aldı. Biz amanetni kainatni yaratgandan keyin hamma narsaga tanladik. Bütün kainat yo'q, olmaymiz, biz qo'rqamiz dedi. Faqat inson qo'rqmaydan oldi. Innahu kana zaluman jahula. Bunda bo'lishdagi haqiqat shudurki, u inson zalum, jahul edi. Yani zalim qatish nahayta nadan. Shunda bo'lg'achqa buni inson oldi. Qarindoshlar, bu oyatni bugungi suhbatimiz qilishimizning sababi tunginki oyatda so'zlangan haqiqatning tushundirilishining davomi bo'lg'achqa shunday qildik. Tunginki oyat nima deb bitganda فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دينت سورة Secde. Yani Allah bu kainatni yaratıp bulup bütün mahlukatka, kainattik bütün mevzularını yarattım. Sizler mening mülküm. Mülküm boğaçka sizler mening tasarrufumga kirishinglar kerak. Mening dige yerimga kelishinglar kerak. Manga itoat qilishinglar kerak. Men sizlarning Rabbinglar, sizlar mening bandalarim degan xitobni qilgan. Qilgandan Allohning huzurida turib, Allohning dargohida turib, Allohning qudratini his qilg'iliq holatda, Allohning kuchini, Allohning azamatini, Allohning marhamatini, Allohning bütün asmosi va sifatlarini his qilgan holatda turib, hammalar nima dediq? Qalata atayna ta'in. Hammasi dedi ki, biz itoat qilgan holda o'z ixtiyorimiz bilan kelamiz dedi. Nima uchun bundoq dedi? Chunki Alloh va'da itiya taw'an aw karhan. Ya o'z ixtiyori bo'yicha kelasizlar, chiroyliqcha, hurmatinglar bilan, yoki bo'lmasa mening qudratim va azmatim bilan majburiy kelasizlar mening degan yerimga.
Çünkü men Rabbul Alemin boğaçqa vedik kanuniyet, minin kanuniyetim buludu. Vedik söz, minin sözüm buludu. Vedik akıdığan, işleydiğen kanuniyet, minin kanunum buludu. Mecbur olsun mu, ihtiyari olsun mu, kelisiz digeçke. Hemmimiz Allah'ın huzurunda boğaçqa, hemmimiz qarı qoyaq, biz öz ixtiyorimiz bilan kelimiz degan edik. Biz buni dedik da maxluq sifatimizda, Allah xoliq sifatida. Bizning og'zaki gapimizga ishonib ketamdi. Allah biladi-ki, biz ixtiyoriy bo'yicha kelimiz dedik, hammamiz deganlarning nurg'unlari gapida to'maydiganligini biladi. Yalg'onchi ekanligini biladi. Huzurdan ayrilgandan keyin dergahdan ayrılgandan keyin gapida to'maydiganligini biladi. Bilgechka Allah onun derhal ikkinchi qatam ko'tab, unda bo'lganda, ey koinot, ey mening bandalarim, mana amanet. Ma amanatni, mush amanatga xiyonat qilmay, mush padisda davom qilsanglar, siz degan bo'yicha ixtiyoriy bo'yicha kelimiz deganinglar bo'yicha isbotlagan bo'lasizlar, mukofotlanasizlar. Agar uningda turolmay qolib qolsanglar, gapingda turmay qolib qolsanglar, vafosizlik qilganliging uchun buning jazosi va buning jazosi jahannam bo'ladi deb tushundirgachga. Amanatning mas'uliyati va majburiyati bo'lg'achqa. Buni hamma koinot tushungachga ve de hemmelin anmadı. Çünkü qarindoshlar amanet degan va'da. Biz Uyg'urcha qo'llanimizga amanet, bir kimga amanet berib turamiz. Uni shu vaqtida shu hadisda qaytsa amanatga sodiq inson deymiz. Qaytmaganda amanatga xiyonat qildi deymiz. Amanatga xiyonat qilish munofiqlikning alomati. Shuning uchun Alloh bizning sodiq yoki munofiq ekanligimizni aşkarlaş için. Sadık degan rastçıl degan gap, munofiq degan yolg'onchi, ikki yuzlamachi degan gap. Huzur tikchaqda bir qanday deydigan, chiqib olgandan keyin boshqacha deydiganni ikki yuzlamachini munofiq deydi. Allohning shu koinotning orasidan munofiqlarni ayirish uchun, sodiqlarni ayirish uchun bu amonat tanladi. Söhbət temasida Allah'ın amanet ko'rgazmasi dedik-ku. Bütün kainat var. Allah bu amanetini ko'rgazma qilib verdi, tunut. Amanetni yezib qo'yaylik shu yerda. Bu amanetning ichida bu bor. Nimalar bor amanetning ichida? Allah'ning istaklarining ham qilasiz deydigan, mani mening nomimdan qilasiz deydigan istaklarning hammasi bor. Yana ma'ni qilmaysiz deydigan Allohning chekilgan narsalarining hammasi bor. Mushuni qilsangiz, men degan bo'yicha, amr qilgan bo'yicha qilsangiz, o'zingiz sodiq bo'lasiz. Amr qilingan bo'yicha qilmasangiz, xoin bo'lasiz, munofiq bo'lasiz deb shu yerda tushuntirilgan amonat ko'rgazmasida. Butun koinot buni tushungan. Buningda nima uchun qo'rqidi desa, qarindoshlar, u Allohning dargohida Allohning qudratini, azmatini his qilib turganlar zaten davom hech qachon Allohga osiylik qilmaydi. Alloh yana bu shu amonatning ichiga shunday tushuntirdik. Sizlarni men sinash uchun boshqa bir yerga evataman. U yerda hozirgidek mening huzurimda bo'lmaysizlar. Alimu shahada dediğim bir yer var. O yerda o'zinglar yashaysizlar. O'zinglar o'z irodanglar bilan mening hukmimni ijro qilasizlar. Sizlarga men mustaqil iroda deydigan bir narsa beraman, juz'iy ixtiyor, iroda deydigan bir narsani beraman. Sizlar shu irodangni qo'llanib, mening nomimdan boshqarsizlar, mening amri farmonimni ijro qilasizlar degan amonat bu. Bu amonatning ichida insonga berilgachga bu amonat taş insanın kimligi mi var? Biz men deymiz-go, menlik kimligi yaş amonat degan. Cüz-i ixtiyor deymiz, irade deymiz. Esli bu irade ve cüz-i ixtiyor normalda
bir kimlik sahibi buludu. Men, biz nefs deymiz go. Amanet nefs şu. Allah degen şu çağda bütün kainatga men sizlarga nefs berme. Bu nefs sizlarning kimligingizda buludu. Kim ekanligingizni isbotlaydigan bo'ladi. Bu nefs öz menfaatingizga cho'g'tatadigan bir sistem bu nefs degan. Nefs davomliq öz sizlarning menfaatingiz tarafdan o'ylaydi. Davomliq sizlarga oson bo'lganni, sizlarningki huzuringizga, lazzatingizga kelganni, sizlarning yaxshi ko'rgan narsanglarni bu nefs tanlaydi. Ammo men üzemning yaxshi ko'rganlarimni tanlayman, üzemning yomon ko'rganlarimni va'da cheklayman. Shuning uchun bir tarafda men bo'laman, sizlarni kontrol qiladigan, ey maxluq, ey bandam, men Rabbul alamin sifatida sana bergan amr farmonim ma'vu, buyruqlarim ma'vu, cheklaganlarim ma'vu, ma'ni qilasan deb men bir tarafda turaman. Nefs degan sizlarga berilgan kimlik u yüzü taraf katip, bu Allah'ın digini bizning menfaatimizga to'g'ri kelmaydi, biz o'zimizning menfaatiga qarashimiz lozim. Bu nefs menfaatiga, shaxsiy menfaatimizga to'g'ri kelmaydi ekan deb, o'z menfaatimizga to'g'ri kelmaydi ekan deb, u boshqa tarafga tortadi. Shuning uchun nefs boshqa tarafga tortadi, Alloh haq tarafga tortadi. Shunday ahvolda sizlarda iroda deydigan bir juz'iy ixtiyor bo'ladi. Mush irodani qo'llanib nefsingizga qarshi va shaytonga qarshi shu vaqtdagi sharoitdagi dushmaninglarga qarshi urush qilib, mening amr farmonimni joyiga kelsanglar, sodiq bo'lasizlar. Agar nefsinglarning keyniga chirib, nefsinglarning strategiyalik muttafiqi bo'lgan shaytonning keyniga kirib, anki shaytonning xodimlari bo'lgan shu chaqdagi dushmanlaringlarningki keyniga kirib, mavi asanken, bu ken deb öz menfaatingni tanlab qolsanglar, xatarli bo'ldi, chaqda munofiq bo'lasizlar, xoin bo'lasizlar. Buningki oqibati bek ig'ir bo'ladi, jahannam bo'ldi. Qazansanglar mana mavi jannat. Ebedi o'lmay, baxtli yashaysiz. Qazanamay qolsanglar, buning oqibati bek ig'ir bo'ladi, jahannamga kirsizlar deb shunday tushundirilgandan keyin bu amanet ko'rgazmasida hamma mahluqot, koinotdagi hamma mavjudot tushundi. Mas'uliyat, majburiyatlarini tushundi. Bir tarafda jannat, bir tarafda jahannam borligini tushundi. Tushungandan keyin hammamiz qo'rqib olmadi. Yo'q, bu amanet qilalasak bek yaxshi ishkan, qilolmay qolib qolsak xatar bek ig'ir ishkan. Buni biz ammayli dedi. Ammayli degandan keyin şu kainatning ichidan inson elementi bu amanatni qabul qildi. Bu chaqda taqa inson alqi, biz inson deb qo'ychi Odam alayhissalom aqlimizga keladi-ku. Bu inson taqa Odam alayhissalom shaklida yaratilmagan vaqt. Ammo element shaklida şu kainatning ichida moddiy shaklda batliq shu edi. Shu inson elementi bu amanatni qabul qildi. Men qilaman dedi. Nima uchun? Innahu kana zaluman jahula. Chunki insonning haqiqati shudurki shu chaqda inson zalum, jahul edi. Zalum degan zalim qatish. Adolatdan yo'qsun. Adaletning nimaligini bilmaydigan. Adalet anlayışı yo'q. Adaletni bilmaydiganti bu. Adaletni bilmagandikan aldı. Chunki amonatning ichida adalet var. Yana birisi inson jahulti. Bek nadonti. Ma'rifat yo'qti, irfon yo'qti. Amanetning ichida ma'rifatulloh bordi. Shuning uchun insonda inson adolat yo'qsin o'g'achqa. Adolatning yo'qsin bir element o'g'achqa chog'da, ma'rifatning yo'qsin bir
element bo'lg'achqa shu chog'da o'ziga adolat yuklash uchun ehtiyoji bo'lg'achqa, ma'rifatga ehtiyoj bo'lg'achqa inson oldi. Masalan, ussigan odam suvga ehtiyoj bo'ladi. Qo'sqachqa odamning tamoqqa ehtiyoj bo'ladi. Shunga o'xshash adolat yo'qsini odamning adolatga ehtiyoj bo'ladi. Zalum insonning adolatga ehtiyoj bo'ladi. Jahul insonning ma'rifatga ehtiyoji bo'ladi. İnsan elementi tüvellep aşınaq jahul, zalum holatga tushib qolgandan keyin bu amonatning ichida ma'rifat va adolat bo'lg'achqa inson buni qabul qildi. Shuning uchun inson qabul qilgandan keyin Alloh insonni tamom sen xalifa bo'lding deb xalifa qilib tanladi. Xalifa degan mening nomimdan ash bag'a yeringda dunyoni sen so'raydigan kishi degan gap. Xalifa degan izbasar degan gap qo'y arabchilikka xalifa izbasar. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in xalife deymiz, Resulullah'ın izbasarı. Ondan keyin Hazreti Ömer deymiz, o Ebu Bekir'in izbasarı. Xalife degan izbasar degan gap. Allah'ım şunun için da insanı yaratadigan çağda inni ja'ilun fil ardi xalifa dedi. Men bir izbasar qilib chiqaman. Izbasar yarataman dedi qo'y. Nimaga izbasar? Bu xalifa, bu inson Allah nomidan dunyoni boshqaradigan bir maxluq inson. Shuning uchun Alloh inson qabul qilgachqa insonni xalifa qilib va'da e'lon qildi. Xalifa qilib e'lon qilgan vaqtida anaki vazif sifatida nima vazif va'da insonga Alloh bilan bizning aramizdagi muomalada ma'rifatni shart qildi. Ey inson, men qarshi ma'rifat bo'lsan, irfon sahibi bo'lsan, arif bo'lishing kerak. Meni tunishing kerak, meni e'tirof qilishing kerak. Mening deganlarimni ma'ruf deb bilishing kerak. Mening cheklaganlarimni munkar deb bilishing kerak. Shuning uchun insonning bu dunyoda ma'rifatulloh vazifasi va Allohni tunish. Bu ma'rifatullohning qatorisiga nima kirib ketadi? Iymon etish kirib ketadi. Iymonning shartlari, oxirisidan islomning shartlari degandek hammasininki shu yıldızda ma'rifatulloh bor. Alloh bilan tunishib chiqish, Allohni tunish. Allohni tunigandan keyin ma dunyodagi hayotda problem chiqmaydi. Alloh degan bo'yicha anandan keyin xalifalik vazifasini ado qiladi inson. Alloh bergan vazifani ado qilib bo'ladi ma'rifatulloh bo'lgan chog'da. Bu Alloh bilan bizning aramizdagi vazifamiz ma'rifatulloh vazifamiz. Endi boshqa maxluqot bilan o'zimizni maxluq qo'ygandan keyin boshqa maxluqot bilan bizning aramizdagi vazifamiz nima? Adolat. Shu insonlar orasida, bizlar hayvonlar orasida, butun maxluqotlar orasida jonliq jonsiz biz adolat bilan muomala qilish majburiyatimiz bor. Shunga ibodat degan vaqtda Alloh insonni ben ibodat uchun yaratdim dedi-ku. Shu ibodat degan vaqtda shu ibodatning shu ikki putining bir puti Alloh bilan aloqamiz, bir puti maxluqot bilan aloqamiz. Allah bilan bo'lgan aloqamizda tavhid bor deymiz. Shu ma'rifatulloh shu. Allohni tunigandan keyin Allohning bir ekanligini tunib yetadi inson va tavhid hosil bo'ladi. Yana birisi koinot bilan bo'lgan aloqa adolat. Adolat degan her narsaga loyiqida muomala qilish degan. Zulm her narsaga loyiqida muomala qilmaslik degan. Shuning uchun inson zalum, jahul bo'lg'achqa Alloh insonga zalumlikqa qarshi adolatni yukladi, jahul sifatiga qarshi ma'rifatni yuklab vazifam shu dedi qarindoshlar. Shuning bilan nim bo'ldi? Inson xalifalik maqomiga yuksaldi. Yükselgandan keyin bu yerda yo'lchilik boshlaydi. Allohning huzuridan boshqa bir boyutga, dunyoga evatilish kerak. Bu yerda xizmat qilish kerak. Shuning uchun Alloh bu chaqda bu bitgandan keyin nima dedi? Butun malaikalarni yig'ib, men bir xalifa yarataman degan vaqtda malaikalar nima deb aytdi-ku? Ko'rgazmada shu amonat ko'rgazmasida shu meleklarga batdi.
Şu yerda Allah'ın tushundirişi bilan bu insonning qandaq narsa ekanligini şu yerda hammamiz tushunib bo'lgan. Nima vazifasi borligini, qandaq xarakterda, qandaq mohiyatdagi bir maxluq ekanligini hammamiz tushunib bo'lgan. Tushungachkan undan keyin meleklar dedik, ya Rabbi, biz bu sana ibodat qiladigan, sana tasbih aytadigan, hamd sano aytadigan, taqdis, takbir, tahmid, hamma ibodatlarning turlarini biz qilyapsak, sen bir xalifa yaratdim deb bu o'zining irodasi bilan san qarshi chiqa oladigan, san qarshi tura oladigan bir maxluqni yaratding. Yaratmasang bu biz qilayli shu ibodatni, sana mandaq haqorat qilinsa, sana mandaq itoatsizliklar qilinsa, bizning ko'nglimiz azab yaxshi tushunmaydi ekan bu ne deb e'tiroz bildigan vaqtda, yani bir savol so'ragan. Allah dediki, sizlar bilmaysizlar, men bilganini bilmaysizlar. Men bu xalifani yaratishda boshqa bir maqsadim bor deb yaratdiverdi. Keyin bu insoniyatning qobiliyatini tushungandan keyin meleklar qilolmaydigan ishlarni insonning qila oladiganligini bu farishtalar tushungandan keyin hammamiz tavba qilib qolu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ey Rabbimiz, bizning bilimimiz yo'q, shunday joylab satib qapamagan, tavba qilamiz. Sen butun bilim sohibisan deb va'da. Meleklar özür tilaydi. Faqatlama özür tilamaydigini insonning xalifa bo'lishini ko'rmagan jin toifasi, iblis avlodi va'da qarshi chiqadi. Bu başka bir qissa, uni boshqa vaqtda deyishamiz qarindoshlar. Shuning bilan biz bu dunyoga keldik. Vazifamiz nima? Vazifamiz shu. Kainat yaratilgandan keyin Allah'ның amanet ko'rgazmasida men qilaman deb duo chiqqanlik vazifasini Allah bizga berganligi uchun shu vazifada o'zimizning sodiq yoki munofiq ekanligimizni isbotlash uchun mushu dunyoga keldik. Shuning uchun bu dunyoda alqat tokkadan onamizdan tug'ilamiz, uning bosh tarafini bilmaymiz, bir kun tuyuqsiz o'ylab qolamiz, uning oxir tarafini bilmaymiz. O'ttirdi bir klip, video klip var. Şu bizning hayotimiz. Anandan keyin bosh tarafini mi xotirlamaymiz, keyingi tarafini mi xotirlamaymiz. Nima uchun xotirlamaymiz? Chunki xotirlasak bu imtihon buzilib ketadi. İmtihon buzilib ketgan bo'lg'achqa Allah bizni xotirlamaydigan shaklda kallamizni yuvib, ma dunyoga shu imtihon beradigan salohiyatda shuning tushliq holatga ekilib ma dunyoda yashaydik. Shu dunyo degan shu eng tuvan darajadagi hayot degan gap. Dunyo deganning yana bir ma'nosi eng pes kichikki yer degan gap, eng tuvandagi yer degan gap. Allah'ın huzuruna da alayilinde en yüksek, Allah'ın huzuru en yüksek makam. Allah bizni en tuvanga tushirib, o'zininki Allah'ın huzurida ekanligimizni his qilmaydigan, Allah'ın dargohida ekanligimizni his qilmaydigan yerga ekilib, anandagi imtihonlar. Halbuki Allah xabardor, Allah'ın dargohida bo'lganimizdek, Allah'ın huzurida qanday bo'lgan bo'lsak, shuni biladi. Allah uchun bir farq etmaydi. 100 tane tug'ilimiz bilan mushu dunyoda yashaganimiz Allah uchun farq etmaydi. Farqi yo'q Allah uchun. Ammo biz uchun so'zlarga yerimizda Allah'ın huzurda qudrat, azamat, kibriyo hamma narsani his qilib qo'ygandan keyin u yerda boshqa bir holatimiz va dunyoga kelgandan keyin eng tuvan uzoqqa aytilgandan keyin biz u yerda Allah'ın huzurida ekanligini his qilolmaymiz. Dergahida ekanligini his qilolmaymiz. Anki xuddi beshimi yo'q, oyg'imi yo'q, faqatlam shu tug'ildi ekanmiz, o'lgandan keyin tugaydi ekanmiz, shunday bir hayotgan deydigan, onga ekiladigan bir sharoitdagi bir dunyoda Allah bizni yashatadi. Vadiki maqsadimiz o'zimizning sodiq yoki munofiq ekanligimizni isbotlash qarindoshlar. Buni tushunish uchun qarindoshlar, ba'zi vaqtda misol berishga to'g'ri kelsa, sosyal medyada bazı misallar o'tadi. Masalan, bir kun bir narsa ko'rgandim. Yo'g'on bir shirkat, yo'g'on ish chaladi ekanda shirkatga.
İşçi ağandakin o devletteki insanların köpüncüsü şu aşında yarması oğaçka, işencilik insanlarını kandak tapamaz. Bu iş ilanı bir poğaça, mыңlarca adam kelediken, işgalı dikenimiz, oğru yancık çıktı diken, hain çıktı diken, o şirketini yalcıtmaydı diken, sadık insanlarını kandak tapamaz dese, şu birisinin kallası gelip, iş ilanını bireyli, bir muş mahallegi kelgende, muş şirketininki, muş qora dairesi kelgende, yakı yerde, muşunda sınayla haklarını imtihan kılaylı deydiken. Kandak kılımız dese, muş en işencelik özümüzün şirketinden yoğun adamları, şirketten patronları işe aladılar. Aş koçuda oturup tilemçi kıyafetine kirip alaylı. Şu tilemçi kıyafette hem de tilemçilik kılıdığalı asasen meyip kıyafette bulup iken köpünç halette küz kömeydiğen buldu iken bulunu. Aşında halet kirip alıp insanlar kelgende ikenler ama kolakta nimba sözleşip durduğun nesler var. Yukarıda kamera var. Tört tarafta şirketin adamları var. Kayse iltimas kılgan adam nereden kilvatıdı? Randevu verdi o falan günü kilangda. İşgalimiz diğerinin hemmisi okşaş günge, okşaş vakitte randevu geldikken tört taraftan kiledikken 2 minut, 3 minuttan farklı halette. Belki meyip adam oturup asıl o şirketin patronları. Bu bulunda oturup aldı tilemçilik kılıp oturduğun gepken. Tilemçilik kılıp oturduğun dikken şu adamın dışında yakınlaşkan dikken nemige tilemçilik kıldığın pul koyduğun neminin içine $100, $200, $300 taşlap koyduk yancıktın alıp lan. Xuddi haqli koçtik adamını berip koygandek. Anında $300 tuğan ama bu adamın közü kömeydi. El kişi bunda kömük olsa pul veren ihtiyacım var da vakırıp koyduk ya bunda karısa köz köme atkan ama aldıdaki dasta $300 pul tuğan. Şunu onun tört taraf karısı hiç kim yok. Onun elevası o kör adam onu köremeydi o. Şunu asla kelip lan pulunu elip lan kitidik. Muşunda sınavgan insanların ki pulunu elip kaçırdı iken pulunu yancı kısalip lan şirket geçirdik. Tıbans kılımız, randevumuz vardı. Onun katarından bir iş küçük bir 10% adam ahlaklı adamla ütep kalıdı iken aka mani pulunu manda koyup koysan apkaçıdı o miyadi manço $100 pul varken bunu yancıqqa salib aldı elip pulu tutkuzup yancıqqa haq kömeydi gayaga salib aldı qaytırıp birdi iken pul anadan keyin bulu tugagenden keyin anadan bu divan kıyafetdeki insanlar resmi patron şeklinde işçilerini qabul qilish o'rniga keldi ekan. Üveyde anadan keyin yüzüge saladı ekan. Sen ishga ilinding, sen ilinmading degan ekan. Nemish qadisa anadan keyin ko'chada bo'lgan ahvolni deb birdi ekan. Sen o'g'irlik qilding. Xoinsan. Chunki bu shirkatga xoinlarni olmaymiz deb va'da rasvo qildi ekan. Sodiq pulni va u haqlayib olmasin deb qaytirib berganlarni ishga oladi ekan. Bu misal naq bizningki mushu dunyodagi hayotimizga tushadi qarindoshlar. Allah bizni mushu dunyoga ekib qo'yib mana hozir yashayapmiz. Pul tepatimiz, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz, boy deymiz, maqomimiz va bu deymiz. Qo'limizdan nima ish keladigan turug'liq Allah rizosi uchun bizim bermaymiz. Shuning uchun Allah xalq patroninki patronga o'xshash Allah ma dunyoda anandikin bizdan bizim tilaydigan halga kelib bizdan talab qilaylik. Masalan Kur'an-ı Kerim'de deydi o Bismillahirrahmanirrahim men dellezî yuqridullaha qardan hasanan. Allah'a kim qarz hasana berib turdi? Kim qarz berib turdi deb Kur'an'da savol bor o nurg'un oyatda. Allah'a kim qarz berib turdi? Boshqa oyatda Allah kim yardım qildi? İntansurullaha yansurkum. Allah'a yardım qilsanglar Allah sizga yardım qildi deb Allah insonlardan yardım talab qiladi. Bir hadis qudsi deydi o. İnsan ölgenden keyin oxiratda hesap berdi o, şu hesap berish jarayonini, Allah'ın hesap elish metodini so'zlab Allah hadis qudsi'da shunday ifodalaydi. İnsanlar Allah'ın dargohiga borganda ey bandam, men falon vaqtda och qolgandim. Aç kalsam, senden tamak talep kılsam, nimmiş ben tamak vermedim deydi. Ben de deydi ki, ey Allah'ım sen Rabbul Alemin tutsan, sen kandak aç kalırsan, ben kandak sana tamak vereleymen dese, şu falan yerdeki senin memleketinde, falan şu Şarkı Türkistan'daki
xalqlar Xitoy zulmidan och qolganda sen shunga tamoq bermading-ku. Yana o'xshash jumla. Men suvsiz qolsam suv bermading desa, ya Rabbim sen Rabbul alamin to'san qandoq suv beraman desa Alloh yana falan yerdagi insonlardan och qolganda suvsiz qolganda suv bermading, suv beralaytding, non beralaytding. Anandan keyin men kasallab qolsam yo'qlamading bandam desa, bende deydi ey Allah sen Rabbul alamin to'san qandoq kasallab qolsa desa, sening falan yerdagi insonlar bunda kasaldi. Urush sebebinden, açlıktan, bunundan kesildi. Davalanışka ihtiyacı battı. Şularını davalatmadın. Şunu davalatkan bolsan, şunun halini haber algan bolsan, menin halimden haber algan buluttun dep, insanlarını sorak tartış uslubunu Allah hadis kudüsü arkalık bizge dep durdu. Bu hadis kudüsü diyen şu anında ki kadındaşlar. Biz Şarkı Türkistan halkı süptüde, bu dünyaya geldik, imtihanda yaşayaptımız. Eğer şu vatanimizin müstakilliğini esliga keltirish hareketiga atlanıp, şu vatan üçün, şu mazlum, şu irqiy qirg'inchilik ostidagi şu xalqimizga yordam qilmasak, qo'limizdan kelganini qilmasak, Allah hisob oladigan yerda, şu vatandagi insonlarning ahvolini yuzimizga solish orqali o'z xalqing manda tug'an to'sin nemish qilmani qilmadi. O'z xalqingning manda ehtiyoji tug'an bo'lsa, shu ehtiyoj nemish qilmading deb bizni hisob oladi. Bizden hesap algandek, anandakin ma Şarkı Türkistanlıkның beşiga ma kun kelsin nemish qilmanda qilmading deb Qozaq qarindoshlarımızdan, Qirg'iz qarindoshlarımızdan, O'zbek qarindoshlarımızdan, Türk qarindoshlarımızdan, bütün musulmon qarindoshlarımızdan hesap oladi. Yalnız musulmon qarindoshlardan emas, bütün bizga yardım qilay desa qila oladigan turib, yardım qilmagan bütün insoniyatdan shu shaklda hesap oladi. Chunki biz Xitoyga qarshi turadigan nurg'un fursatlarni qo'ldan berib etib, hozir qarshimi turolmaydigan holatdagi bir zaif holga chiqib qoldik ya. Hisobni Alloh zot boshda bizdan oladi. Bizdan olib to'xtab qolmay, qo'shnilarimiz, milliy qarindoshlarimiz, diniy qarindoshlarimiz, insoniy qarindoshlarimizga yeyilib bu hisob butun dunyodan Alloh hisob oladi. Nima uchun? Biz qanday mushu dunyoga imtihondan o'tish uchun kelgan bo'lsak, sodiq yoki munofiq ekanligimizni isbotlash uchun kelgan bo'lsak, mush maydonga butun dunyo hamma xalq o'xshash vazifasi va o'xshash imtihoni bor. Buning ichida dunyodagi eng eski kafir deyilayotgan Xitoylarmi o'xshash imtihondan o'tadi. Imtihondan o'tamagandan keyin shu jahannamga tashlanaveradigan gap, tashlanaveradigan gap. Evvelde biz xalqning gapini qilmay o'zimizdan ishga kelsak, qarindoshlar. Biz shaxs sifatida bu dunyoda imtihon uchun keldik ya. Shaxs sifatida o'zimizdan sodiq yoki munofiq ekanligimizni amonatga sodiqmi yo amonatga xoinmi buni ifodalash uchun, isbotlash uchun keldik ya. Biz o'zimizdan ishga boqaylik. Shuning uchun Allohning qil degan amr farmonlarini qilsak, qilma degan cheklamalardan yansak, uzaq tursak, sodiq bo'lamiz. Qil deganni qilmasak, qilma deganni qilsak, xoin bo'lamiz. Unda bo'lganda innalloha la yuhibbul xoinin deydigan bir qoida va Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi deb, yaxshi ko'rmagandan keyin yarın yaxshi ko'rmagandan keyin duayımızı icabet kılmaydı, ibadetlerimizni kabul kılmaydı. Çünkü dualarımız ve ibadetlerimiz hemsi sahte hesaplanır. Çünkü bir taraftan Allah'a asi olap durun, bir taraftan Allah'a dua kılın. Karşı işler kılın, bir taraftan Allah'a dua kılın, ibadet kılın. Elke ziya yetmeydiğin ibadetlerini birinci orunda turup kılın, ibadetlerden uzak kaçın. Manta insanlara Allah iyi çıkmaydı kardeşler. Şunun için Allah bizge iyi çıksın dedikimiz. Çünkü Allah'ın diye yere girişimiz lazım. Etayna ta'iin dişimiz lazım Allah'a. Kainat yaratıldığından çağda diginimizdeki ihtiyari boyunca keldik digendek. Muşu dünyada mı öz ihtiyarımız bilen, öz irademiz bilen Allah'ın kıl digenini kılışımız lazım. Kılma dinini kılmaslamamız lazım. Öz irademiz bilen Şarkı Türkistan'ın
müstakilligini esliga keltirish hareketiga öz irademiz bilan qatnashishimiz lazım qarindoshlar. Mushu dunyoda, mushu hayot vaqtimizda Allah bizlarni shundoq sodiqlardan qilib etsin. Munofiq bo'lib qolishdan o'z panohida saqlasin. Vaqt munosabati bilan shada to'xtaylik. Allah bizni yaşayan müddetçe İslamiyet'in ülüdüğün çağımızda iman ve tövbeden ayrılmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.